Ya marhaba. Mana birodarlar, Sha'bon oyini oxirlarida turibmiz. Roza tutamiz. Allohga hamdlar bo'lsin. Bu Ramazonga siz bilan bizni yetkazdi. 30 kun taravih o'qishlikka Alloh taolo bizga imkon bersin. Chunki qadri ne'matinda zavol, ne'matning qadri ana shu ne'mat zavolga yuz tutganda bilinadi. Ne'matni yo'qotib qo'yganimizdan keyin qadriga yetamiz. Endi duo qilaylik, Alloh taolo mana shu 30 kun rozani tutib, taravihni masjidlarda o'qishlikka Alloh o'zi muvaffaq qilgan bo'lsin. Bugungi mavzuyimiz Ramazon fazilati haqida. Tabiiyki, 2 kundan keyin, 3 kundan keyin roza bo'ladigan bo'lsa, siz bilan bizga mana shu Ramazonga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni bilib, bu oyning fazilati haqida xabardor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Mana birodarlar, Sha'bon oyi nihoyasiga yetdi. Ummat uchun bashorat, xursandchilikni olib, muborak Ramazon kirib kelyapti. Muborak bo'lsin Ramazon. Biz ustimizga birodarlar, xayriyat, barakat, mag'firat hamda do'zaxdan ozod bo'lishlik oyi, Ramazon oyi kelyapti. Muborak bo'lsin. Bu muborak oyda Alloh taoloning rahmati va marhamati mu'minlarga serob bo'lib yog'ilib turadi. Kim mana shu oyning xayriyatidan mahrum bo'lgan bo'lsa, haqiqatan mahrum odam ekan. Chunki Alloh biladi birodarlar, keyingi Ramazonga biz yetamizmi, yo'qmi? Toat, mag'firat oyi, nur, hidoyat oyi, Qur'on tilovati bo'lgan, barakot bo'lgan oy birodarlar. Buni g'animat bilishimiz kerak. G'animat bilishimiz kerak. Albatta siz bilan biz mu'minlar bu oyni hurmati siz bilan bizni qalbimizda oliy, makonati ulug' birodarlar. Mana shu oyda butun olamlarga rahmat bo'lib Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana shu oy kirganda sahobalarga bir bashorat qilib aytgan bir qancha hadislarni o'qiymiz. Bu oyning fazilati, bu oyda qilingan amallarning bir boshqa oydagi amallardan farqi bir qator eslab qo'yamiz. Chunki bu narsalarni doim biz eshitamiz har Ramazonda. Alloh taolo aytadi, Astagfirullah, "Fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Eslating, eslatma bering, zero eslatma mu'minlarga foyda qiladi. Sizni ilm ahli ekanligingizni belgisi bor. Ya'ni siz ilm ahlidanmisiz, tolibi ilmmisiz? Belgisi shuki, 1000 marta eshitgan masalangizni 1001 marta eshitayotganingizda ham xuddi birinchi marta eshitayotgandek tinglab diqqat qilib o'tirgan bo'lsangiz, demak siz ilm ahlidansiz. Bu hadislarni eshitganmiz, bu hadislarni oyatlarni bilamiz. Bilasizlar. Lekin hozirgi aytayotgan oyatga muvofiq eslatma berish kimlarga foyda qilar ekan? Mu'minlarga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar, Imom Ahmaddan bu hadis. Qad ja'akum shahru Ramazon, shahrun muborak. Tahqiq ustingizga Ramazon oyi keldi. Muborak oy. Iftaradallohu alaykum siyamahu. Alloh uning ro'zasini sizlarga farz qildi. Yuftahu fihi abwabul janna va yughlaqu fihi abwabul jahim. Bu oyda jannat eshiklari ochiladi. Jahannam eshiklari berkiladi. Va tughallu fihi shayatin. Shaytonlar bu oyda bog'lanadi. Fihi laylatun khayrun min alfi shahrin. Unda 1000 oydan afzal bo'lgan bir kecha bor, Qadr kechasi. Man hurima khayraha faqad hurim. Mana shunday muborak oyni xayriyatidan kim mahrum bo'lgan bo'lsa, haqiqatan mahrum bo'libdi. Ramazon muborak bo'lsin birodarlar. Intiqib siz bilan biz xursandchilik bilan kutgan muborak oy keldi. Bu kelayotgan oyni xursandchilik bilan kutib olish yoki unga siqilishlik ikkita narsaga bog'liq. O'lchov va tushuncha. Qilayotgan ishingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, shu ishni qilayotganingizda sizga u ish huzur beradi. Qiylanib topgan pulingizdan sadaqa beryapsiz. Qiylanib topgan pulingizdan zakot beryapsiz. Agar nima qilayotganligingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, u berishlik sizga huzur bag'ishlaydi, xuddi olishlik huzur bag'ishlaganidek. Demak, qilayotgan ishimiz haqida nima qilaylik? Qo'limizdagi telefonga zaryadka kerak. Kim bir marta, kim 2 marta zaryadka qiladi. Shu zaryadkasi tugab qolsa telefon o'chib qoladi. Siz bilan biz birodarlar, namozimiz bir kundagi 5 marta qilinadigan zaryadka. Dunyo bilan bo'lib, qalbimiz dunyoga berilib, siqilib, bo'g'ilib turgan paytimizda namozga kelsak, bir iymonimiz quvvat oladida zaryadka olib qolamiz. Haftalik zaryadka bor. Bu juma namozi.
oyat, hadis, qissalar endi yillik bo'ladigan zaryadga bor. Bu nima? Ramazon ro'zasi. 1 yillik ozuqani olishligimiz kerak. Ramazon sabr oyi birodarlar. Shuning uchun Alloh azza va jalla siz bilan bizga Ramazon ro'zasini buyurdi. Allohga kerakmi biz ro'za tutishimiz? Kerak emas. Nimaga buyurdi? Har bitta buyruqning orqasida hikmat bor. Har bitta shariatimizda qaytarilgan, man qilingan ishni shu man qilinishligida hikmat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man lam yada qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu va sharabahu." Kim ro'za tutgan odamlarni ichida deyapti payg'ambarimiz, kim yolg'on gapni to'xtatmasa ro'za tutib turib va mana shu yolg'on gapga bo'lgan amalni to'xtatmasa, bu odamni yemay ichmay qo'yganini Allohga keragi yo'q. Birodarlar, ro'zadan maqsad yemay qo'yish, bir qator organizmni rohatlantirish, bir qator bir nima qilish, shlaglarni chiqarish emas. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirganlar, sizlardan avvalgi ummatlarga farz qilinganidek, sizlarga ham ro'za tutishlik farz qilindi. Maqsad nima edi? La'allakum tattaqun. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Ro'zadan maqsad taqvo. Ro'zadan maqsad taqvo. Uyqusi yaxshi odamlarning rashotini qarang. Peshinda o'qib turib bitta tashlasam, asrgacha uxlaydi, qoyil. O'zi bir hisobda yaxshi, bunaqa odam uxlagani yaxshi, chunki o'g'il bo'lsa gunoh qilgandan ko'ra telefon o'ynab, har xil narsani ko'rib. Nima qilgani yaxshi? Uxlagani yaxshi. Lekin birodarlar, u ro'zadan maqsad uxlashmasda. Bizni ro'zamiz o'sha sahobalarda hayotidagi bo'lgan ro'za bilan taqqoslasak, bizni ro'zamiz uyqu va ovqat oyi. Birodarlar, ro'za tutishdan maqsad kelinlar ertamandan kechgacha oshxonada qolib ketmasin. Boshqa oyda yemaydigan ovqatlarni qilib yeymiz. Nima demadinglar? Kelinglar o'sha kelinlarga ham ozgina fursat beraylik. Chunki ro'zadan ko'zlangan maqsad la'allakum tattaqun. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Ozgina narsa bilan, endi ro'zaning hurmati yo'qmi, domla? Hurmat nima bilan o'lchanar ekan? Dasturxondagi ovqatni hech chiqilligi bilan. Mana bu narsa noto'g'ri-da. Darsimizni boshida aytdik. Qilayotgan amalingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, bu ishni qilishingiz ham to'g'ri bo'ladi, qabul bo'lishi ham to'g'ri bo'ladi. Agar tasavvuringiz noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ro'zadan maqsad nima ekan? Taqvo ekan, taqvo sifati ekan. Bu oy birodarlar, bandalarning foydasiga yoki zarariga hujjat bo'ladi. Bu oyni hurmatini rioya qilgan odamni Alloh taolo hurmatini rioya qiladi. Zoyi qilgan bandani Alloh zoyi qiladi. Birodarlar, ro'za bu ixlos ibodati. Nimaga desiz? Namozingizga riyo aralashib qolishi mumkin. Masjidga chiqasiz, hajingizga, umringizga, boshqa, ammo ro'zaga riyo aralashmaydi. Qana qilib? Issiq, charchadingiz, uyga kirdingiz, hali denida muzdek suv turibdi. Hech kim yo'q, eshik yopiq, xotin eshikda yuribdi, chanqagansiz. Aytingchi, nima to'sadi shu yerda sizni suv ichishdan? Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Alloh taolo iymonni beribdi. Hech kim ko'rmayapti-da. Mana shu ixlos bo'ladi. Maza qilyapsizmi menaki ichmasdan? Yo ichib maza qilasizmi? Ichmay maza qilasizmi? Demak, Ramazon ro'zasi nima ekan? Bu ixlos ibodat ekan. Alloh azza va jalla mana shu oylarni aylantirib, qachon issiqda, qachon sovuqda Ramazon oyini bizga yuborib sinaydi. Mana shu sinov bilan siz bilan biz ajralamiz odamlardan. Shu sinov bilan siz bilan bizni qadrimiz yuksaladi Allohning nazarida. Mana shu sinov tufayli, imtihon tufayli jannatdagi darajamiz belgilanadi. Jannatga hech kimimiz amalimiz olib kira olmaydi. Siz bilan bizning amalimiz jannatga olib kirmaydi. Allohning rahmati bilan kiramiz. Unda amal nima uchun deyilsa, amal ana shu jannatdagi etajingizni belgilashlik uchun. Astagfirullah. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alloh taolo so'rayapti. Alif lam mim. Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina
imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yishini o'yladilarmi? Alloh seni sinaydi banda. Roza bilan, kasallik bilan sinov. Holbuki biz ulardan avvalgi kishilarni imtihon qilgan edik. Bas shu imtihon vositasida Alloh iymon keltirdi deb rost so'zlagan kishilarni ham, yolg'onchi kimsalarni ham bilur. Vulkanizatsiyada shu mashinani qidiryapti bo'lsa, peshinda o'qib qo'yamiz. Ro'paradagi do'konda 3 ta bir 50 da ustidagi akalar do'konda ochib, ko'k choyni qo'yib ichib o'tirishibdi. Mayli sahari bordir, yaxshi gumon qilamiz. Mayli shu doktor tomonidan tutmaydi degan mayli, lekin ro'zani hurmati yo'qmidi? Nagilayda shunday qo'yishib ichib o'tiribdi. Hamma kafelar yopiq. O'sha mana bu niqada tasavvur, tushuncha noto'g'ri. Ha, ichmoqdan kasallik bo'lsa, mayli shariat ruxsat beradi, ammo hurmatini qilib qo'y. Birodarlar, bu oy g'animat oy, bu shamoldek bulutdek tezda o'tib ketadi. Nafsini jilovlab tarbiyalab qolgan odam yutdi. Robbisini huzurida mana shu oy bandani foydasiga yoki zararligiga guvoh beradi. Alloh taolo mana shu Ramazonda ro'zasi bilan bandalarning azizligini yoki xor bo'lishligini tayinlaydi, belgilaydi. Bu oy bizning foydamizga yoki zararimizga hujjat bo'ladi. Ramazon keldi birodarlar, muborak bo'lsin. Biz ro'za deb aytadigan narsa arab tilida as-savm deyiladi. Savm Ramazon, Ramazon oyining ro'zasi. Savm lug'aviy ma'nosi kishi ikki shahvatini tiyishligiga aytilinadi. Ya'ni qornini va farjini. Mana kimdir kasal, kimdir betob tutmasligi yoki safarda yurganligi sababli ro'zadan bir ma'zur bo'lishi mumkin. Lekin Alloh taolo aytadi: "Va antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun." Endi agar bilsanglar, tutganinglar o'zingizlarga yaxshi deyapti Alloh. Kasal odam tutmaydi. Ammo safarga chiqqan odamchi? Masalan, hozirgi safarlar avvalgi zamondagi safarlarda emas. Turkiyaga borsin, Xitoyga borsin, Dubayga borsin, tijorat bilan gastinsada yotadi. Konditsioner bor. Hatto ayrim shu boshqa mamlakatlardagi odamlar shu darajada o'lchov tushunchasi buzilganligidan musulmon obod yurtda yashaydi. Ramazon oyida safarga chiqishib olar ekan. Nima qilmasligi uchun? Nima deb o'ylaysizlar? Ramazonda roza tutmagan odam keyin o'rniga qazosini tutib beradi deb o'ylaysizmi? Qarang, Ramazonni yuk, mashaqqat, mehnat deb o'ylayapti. O'zi biz xursandchilik, sharaf deb qabul qilardik-ku. Ko'ryapsizlarmi? Qayerda yashashdan qat'iy nazar, kimlar bilan yashashdan qat'iy nazar, mana bu ikkita narsasi noto'g'ri bo'lsa, tushunchasi, o'lchovi, tasavvuri noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, shunday qilayotganlar ham bor. Lekin Alloh aytayapti: "Va antasumu khayrun lakum." Musofir bo'lgan chog'ingni ham tuta olasang, agar sharoiting bo'lsa, tutganing yaxshi deyapti. Hatto ana shu uzri bor odam, o'shadagi saharidir yoki suv ichib turish kerakdir, saharlikka turadi. Niyat qiladi. Og'izni yopadi. O'sha dori ichadigan joyigacha tutadi. Tushunyapsizlarmi ro'zani hurmatini? Endi boyaga biz aytayotgan choyda nagli ichib o'tirganlar, mana bu ikkita narsasi noto'g'ri. Keyingi Ramazonga kelasam, yo'qmi Xudo biladi. Har bitta ishning hikmati bor dedik shariatimizda. Agar ota bolasiga tishini yuvib ol bolam desa, u buyruqni bajarishi oson. Chunki bu buyruqning orqasidagi foydani biladi bola. Siz bilan bizga Alloh taolo zino qilma, o'g'illik qilma, tarozidan urma dedi. Uni orqasidagi hikmatni tushunamizda, bajarishimiz oson. Endi siz bilan bizga buyurilgan buyruqni orqasidagi hikmatni tushunmasak, bajarishimiz qiyin bo'ladi. Endi ota bolasiga tishini yuv desa, orqasidagi foydasini tushungani uchun oson itoat qiladi. Endi tayyor turgan ovqatni qonni ochib turganda bolam yema desa, nimaga deydi? Nimaga deydi? Yana qaytarib aytaman. Siz hikmatini tushungan ishni, buyruqni bajarish oson bo'ladi. Ammo siz hikmatini tushuna olmasangiz, qiyin bo'ladi. Endi sizni nima majbur qiladi kunduzida och qolishlikka, chanqashlikka, joningizni, nafsingizni qiynashlikka nima majbur qiladi? Iymoningiz. Iymoningiz nima deyapti? Modomiki Alloh taolo shu ishni qil dedimi?
Demak, buning orqasida ulkan katta bir foyda hikmat bor. Robbingizga bo'lgan iymoningiz sizni ovqatdan to'sadi. Tushunarlimi? Yana qaytarib aytaman, muborak bo'lsin, bu iymon bu. Hech kim ko'rmayapti. Ha, tutdim deb qo'ysangiz kim bilib o'tiribdi? Tiling chiqarchi deydimi? Qayerdan biladi? Bu faqat mo'min odam qiladigan ixlos ibodati, sabr ibodati. Orqasidagi hikmatni siz bilan biz tushuna olmasak ham, bo'yin sunayotganligimiz siz bilan bizni Allohga bo'lgan iymonimizni, ishonchimiz alomati. Inson o'zini, nafsini isloh qilishligida, sulugiyatini tuzatishda ro'zani birodarlar ahamiyati katta. Shuning uchun juda ko'p amallar mana shu ro'za tutishlik bilan gunoh bo'lgan amallar kafforat qilinadi. Mana hikmatlaridan bittasi. Uylanishlikka imkoniyati bo'lmayotgan yigitlarga shariat ro'za tutishlikni tavsiya qiladi. Chunki mana shu shahvatni sindirishlik, nafsni jilolashlikka eng kuchli qurollardan bittasi. Bir inson bir narsani xohlayapti, unga imkoniyati yo'q. Yana bitta odam shu narsani xohlayapti, imkoniyati bor. Qaysinisini shu ishdan tiyilishi qiyinroq? Ana endi siz bilan biz imkoniyatimiz bo'lib turib yemay ichmayotganligimiz nafsimizni tarbiyalashlikka, nafsimizni jilovlashlikka siz bilan bizga zo'r fursat bo'ladi. Rasululloh aytganlar: "Ya ma'shara shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Ey bo'ydoqlar jamoasi, ey yigitlar, kiminglar uylanishlikka imkoniyati bo'lsa, uylansin. "Va man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu bija'un." Endi kim uylanishlikka imkoniyati bo'lmasa, ro'za tutsin. Chunki u ro'za ana shu yigit uchun shahvatni sindirishlik. "Was-so'imina was-so'imat wal-hafizina furujahum wal-hafizat." Ro'za tutuvchi erkaklar, ro'za tutuvchi ayollar, avratlarini saqlovchi erkaklar va avratlarini haromdan saqlovchi bo'lgan ayollar. Demak, inson shahvatini kesishligidagi eng ishonchli vosita nima ekan? Ro'za ekan. Ya'ni qaysi oy kelganligini his qilaylik. Uxlab nima qilmaylik, beparvolik bilan o'tkazib yormaylik, birodarlar. Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Innamas siyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar." Imom Ahmaddan. Ro'za qalqon, birodarlar. Albatta, ro'za qalqondir dedilar Rasululloh. U bilan banda o'tdan himoyalanadi. "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallohu bizalika al-yawm wajhahu anin nari 70 khalifan." Qaysi bir banda dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bu muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Alloh uchun bir kun ro'za tutsa, bir kun, ya'ni Alloh uchun Ramazonda bir kun ro'za tutsak, mana shu bandaning yuzini ana shu kun sababli 70 yilga do'zaxdan uzoqlashtiradi. Bir kuni 70 yilga. Sezon deymiz, ha? Nima deymiz? O'sha kiyim-kechak sotadiganga, masalan, dublonga sotadiganga kuz sezon, to'g'rimi, yo qishmi? Kuz. Chunki uje qishgacha olib bo'lgan bo'ladi-da. Yoki bo'lmasam yozgi kiyim sotadiganga sezon qachon? Bahor. O'sha sezonda olib qolaylik deydi. Mana shu sezonda olsak tom yopib qolamiz. Ya'ni g'animat biladi mana shu narsani. Ramazon mo'min uchun nima? Sezon. Ko'paytirilgan 70 ta. Bunaqa formula qayerda bor? Ro'zadorning savobi behisob qilib beriladi. Astagfirullah. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighayri hisob. Albatta, sabirlarning, ro'zadorlarning ajrlari hisob kitobsiz beriladi. Kullu amal ibn adama lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis qarang bir go'zalligini. Alloh taolo aytayaptiki, odam bolasining hamma qilgan amali o'zi uchun. Faqat ro'zasi men uchun. Mana shu so'zga e'tibor beraylik. Namozingiz o'zingizga, sadaqangiz o'zingizga, zakotingiz o'zingizga, hajjingiz o'zingizga, o'zingiz uchun qilasiz. Faqat ro'zasi men uchun deyapti. Va mukofotini ham o'zim beraman deydi. Aytdi-ku, hech kim ko'rmaydi-da bu ro'zadorligingizni. Hech kim bilmaydi-da.